Bir zamanlı mektep müdiri tülkü şilta yası o'qituvchi Quyonga. Quyon do'stqay, masala zo'r hamoni to'g'ri kela oshiq etib qo'yarga. Nishlading sen, tanirliq tatugilsin, oxirisi sen zihningni sho'ygansin. Arslan bo'lib, arslan o'lima, beshli tugil, ikkili qo'ygansin. Bulan malayına beshli ilekkan. Nega birazgina o'ylay tushmading? Bir de boshsiz tugil bitsin Quyon do'st. Kim aqli bilan shulay ishlading? Quyon ayta, menda hech bir g'ayib yo'q. Namoz bilan ishladim deb o'ylayman men. Arslanning o'li tirishib o'qamay, anga nechik boshqa belgi qo'yayman. Tilka ayta, sen pedagog bilasin, bularni otlishnik eta olasan. Nek shulay o'qitmaysan dard bilan arslan bo'lib, arslan bolasin. Qo'rqita balami deyil barmoq yanab, Quyonning miskinning tusi keta. Bir g'aybi bo'lmasa da o'l o'zin osti yuvish bola kabi his eta. Shulay aytib, arslanning malayini o'qamaycha kelib sorib yursa-da, derslerde bükü kebek yüzse de, bishli bilen bo'laklilar kun sayın. Bu meselede yalagayni qiynayman. Lakin arslan da o'ylanir deb o'ylayman. Bir matematika g'olimi hisob bilan bir ratdan shogirdlarga turmush darslarida birga yo'latgan. Şuşu derslerden boshqagina shen shaxs tarbiyalab bo'lmasin bilgan u. Bir vaqt Shiratdagi bir darsında taqtaga oqpur bilan bir sonun yozganda bulay degan. Bu birlini mehribonlik deb olaylik. Ol turmushda kishi uchun eng muhim, eng kerakli sifat. Shundan o'qituvchi birlardan 0 sonun ustab qo'ygan. Bunisi sizning o'ng'ishlaringiz. Demek mehribonlik bo'lsangiz, o'ng'ishlaringiz 10 topqir ortar. Tağın bir 0'ni istedim. Bunisi endi muhabbat. Mehribonlik kishining yuragi 100 martaba suyuq hisi bilan to'lir. Bu birlarni tağın bir ko'p 0'lar istarga mumkin. Chunki tilasa qaysi ishning boshida igilik tursa, ol 100 1000 martaba ortib kishini o'ng'ishga olib borar. Şagirdlar şuşa g'odigina misolning teran ma'nosini tushunib, o'yga qolganlar. O'qituvchi esa davom etgan. Agar 0'larning oldindan birlini olib atsam, barisida yo'q qoshiga 0ga tenglashadigan so'z. Kishi bir necha yuqori o'quv yurtini tamomlab, g'olim darajasini minib, qalin kitoblar yoza olar. Amma da lakin ko'ngilingizda mehribonlik hisi bo'lmasa, qolgan bor narsaning yemi de, keragi de, ma'nosi da yo'q. O'ng'ishda sizning borligingizni unutur degan g'olim.